Neokameralizm. Curtis Yarvin demokratiya o'z o'rnini texnokratlar boshqaruvi uchun butunlay bo'shatib berishi kerak deb hisoblaydi. Uning g'oyasi demokratiyani parchalab, uni neokameralizm bilan almashtirish. Bu tizimda davlat foydasiz siyosatchilar emas, texnologiya orqali jamiyatni gullatadigan korporatsiyalar tomonidan boshqariladi. Yarvinning siyosiy modelida suveren Silikon vodiysi korxonalari fuqarolar uchun raqobat qiladilar. Fuqarolar esa ularning ishini reyting tizimi bo'yicha baholab borishadi. Garchi uning g'oyalari ko'pgina tanqidlarga uchrasa-da, Silikon vodiysi elitasi ulardan yaxshigina xabardor. Ularga texnologiyani demokratiyadagi turg'unlikni cheklab o'tish vositasi deb bilganlar ayniqsa qiziqishadi. Hatto AQShning amaldagi vitse-prezidenti J.D. Vance'ning o'zi ham Yarvin haqida ijobiy fikrda. Obyektivizm. Ayn Randning Atlas Shrugged asari nafaqat roman, bu distopik drama shaklidagi kapitalistik manifestdir. Uning obyektivizm falsafasi ochko'zlikni fazilat, fidoyilikni esa zulm deb talqin qiladi. Randga ko'ra, aynan xudbinlardan iborat jamiyat progressni tezlashtira oladi. Asardagi qahramon John Galt talonchi davlatga qarshi elitalarning ish tashlashiga boshchilik qiladi. Bu orqali soliqni o'g'rilik, ijtimoiy yordamni esa qullik deb ko'rsatadi. Randning radikal individualizm g'oyasi va hayotim bilan qasam ichamanki, boshqa bir odam uchun yashamayman degan shiori Silikon vodiysi kapitalistlari va bozorni cheklovlarsiz ko'rmoqchi bo'lgan insonlar qalbidan joy olgan. Yana bir qiziq fakt shundaki, Ayn Rand konservativ respublikachilar partiyasi uchun dunyoviy avliyoga aylandi. Uning g'oyalari Reaganning va Trumpning iqtisodiy siyosati uchun dastak bo'lib xizmat qildi. Akselerasionizm. Faylasuf Nick Land o'z faoliyatini kapitalizm tanqidchisi sifatida boshlagan, ammo oxir-oqibat kapitalizmni yanada kuchaytirish kerak degan to'xtamga keladi. Uning akselerasionizm nazariyasiga ko'ra, biz kapitalizmni iloji boricha tezlashtirish orqaligina uni oxir-oqibat vayron qilishimiz va sivilizatsiyaning keyingi bosqichiga o'tishimiz mumkin. Uningcha, insoniy an'anaviy axloq progressni orqaga tortuvchi yuk bo'lib, faqatgina xaos orqali innovatsiyalar yuzaga ko'tarilishi mumkin. Bugungi barcha mavjud siyosiy institutlar, normalar, ijtimoiy madaniyat barchasi qulashi kerak. Ana undan keyingina biz dunyoni qaytadan barpo etishimiz mumkin bo'ladi. Anarxo-primitivizm. Ted Kaczynski bir vaqtlar Garvardning matematika professori bo'lgan va keyinchalik anarxo-primitivizmning eng katta siymosiga aylanib, Industrial Society and its Future, sanoat jamiyati va uning kelajagi manifestini yozadi. Uningcha, insoniyatning haqiqiy zolimi kapitalizm yoki iyerarxiya emas, balki texnologiyaning o'zidir. U bizni qullarga, hayotimizni esa faqat sun'iy faoliyatga, masalan, iste'molchilik va ijtimoiy tarmoqlardan iborat ritualga aylantirib qo'ygan. Inson zoti o'zining tabiiy muhitidan uzib qo'yilgan bo'lib, barcha muammolarning ildizi aynan mana shu bo'ladi. Kaczynskining taklifi oddiy: sanoat sivilizatsiyasini yo'q qilish va insonning tabiat bilan uyg'un bo'lgan davridagi turmush tarziga qaytish. Kaczynski 2023-yilda vafot etgan bo'lsa-da, texnologiyaga qarshi ijtimoiy-siyosiy harakatlar hanuzgacha uning asarlarini ommalashtirish bilan shug'ullanib keladi. Uning yozgan manifesti esa hozirda ayrim universitetlarda siyosiy falsafa darslarida muhokama qilinadi. Amerikalik Ted Kaczynski qamoqxonadagi kamerasida jonsiz holda topildi. Bu haqda Amerika nashrlari Shimoliy Karolinadagi qamoqxona shifoxonasi xodimlariga tayanib xabar bergan.